Hürmetli vatandaş, endi sizden vaziyet ve muhakeme. Bugünkü sağış kemen 22. 8. ayının 5. günü. Yukarıda sözlerimizge dikkat kıldınız. Bulup mu Avam Palata Başlığı Devlet Meclisi Amerika Qo'shma Shtatlar Nancy Pelosi hanım Tayvan'ı ziyaret kılgandan keyin birinchi vaziyat o'zgarib ketdi. Osiyoning vaziyati, Amerika-Jungo munosabati vaziyati, Yevropaning hatta bütün dünyanın vaziyati o'zgarib ketdi vatandaşlar. Şunu bilan sizden bizning ishiltayotgan söz iboralarimiz, siyosiy söz ibaralar, ismlar, atalgılar, hatta siyaset hukmlarida o'zgarish yuz berishga başladı vatandaşlarım. Bugün bunu yığın çaklap aytadigan bolsak, birinci hazır bizning tilimizga urush degan gap kirib keldi. Yoki urush degan ism kirib keldi. Ondan keyin ogohlantirish degan ism kirib keldi. Ondan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar masalan kimga nima to'g'rida ogohlantirish berdi? Masalan, Jungo Kompartiyasi kimga nima to'g'rida ogohlantirish berdi deydigan Muşundaq biz sözləvatqan leksiyalarning mavzulari, hatta onun mazmunlari o'zgarishga başladı. Dünya vaziyat nuqtai nazaridan hozir ikkinchi bir bosqichga, ikkinchi bir makon sifatlik zamonga yarashgan yoki zamonga munosabatlik bir vaziyat davriga kirib keldi vatandoshim. Buni agar tarixda birisiga bir voqeaga o'xshash to'g'ri keladigan bo'lsa, 1987 yılı 6. ayının 12. günü ben talay qatım sözüldüm sizlarga. Şu vaqtki Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Reagan Germaniyada notoq so'zlaganda bir cümle sözünü ishlatgan edi. Gorbachev. Minister Gorbachev bu tamni o'rib Bu tamni o'rib etaylik. 2 yıl ötdi vatandaş 89 yılga kelganda avval Sharqiy Avropadagi yemirilish karakterlik o'zgarish. Anda Sovetlarga tutashdi, şu vaqt Sovetlar tugidi deyli. Şu davrga selishtirsak hozir ham Osiyoda yuz berayotgan bu o'zgarish Tayvandan boshlandi. Tayvan bo'g'ozidan başlandı, yoki Tayvan bo'g'ozi Tayvanga markazlashdi vatandoshim. Hozir endi Tayvan kimning yurti, tavaligi nima? Tayvanga Jungo Kompartiyasi huquq va hokimiyat yurgizganmi? degan masala. Buning ichida hozir Gongchandangning sizga aytolmayotgani, Jungo Kompartiyasining titildayotgani, sakrayotgani intayin nozikli bir masala. Bu Tayvan masalasi emas deb turayli. Nimishqa deb savol qo'ysangiz, bu yerda Jungo degan mushu tuproq musu zaminga hukmronlik qiladigan partiya zada qaysi? Jungo Kompartiyasi hukmronlik qilamdi va yoki Tayvandagi Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi hukmronlik qilamdi degandek masalan, qaysisi zada qonunliq partiya? Hokimiyat beshiga kelishga munosib keladigan qaysi partiya qonunliq partiya masalasi? Bu yerda Nancy Pelosi xonim bu partiya qonunsiz, o partiya qonunliq degani yo'q. Nancy Pelosi xonim dunyodagi nopuzliq bir davlatdan parlamentida parlament boshlig'i vatandoshim. Huquq o'rni simvoli, huquqning simvollik ko'rinishi va huquqning amaliy ko'rinishini aytganda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosining Tayvanga berib ziyorat qilishi va bundan bulan Jungodagi söz qilg'ichilar, fikr bayon qilg'ichilarning fikrlari. Şu vaqt diqqat qildingiz, Jungoning diplomati kim? Wang Yi bir og'iz gap qilmadi. Bir og'iz qildi yaz, u yerda. Ancha gap emas. Harbiy ishlar tarafdan bir qatim bayonot e'lon qildi. Ancha gap emas.
külkülük terpi hoşuncudun deydiğen bir gazetinin presiyaga chiqqan tahriri hem diplomatlarning gapini qildi, hem harbiy tarafning gapini qildi. Şunu bu gaplar bugun havoda qoldi, so'g'itchilash hech nimaga arzimidi. Pichaklaştı hatta hoşucun nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari qog'oz yo'lbosi. Tayvan qog'oz chashqan dedi. Bugun endi kim qog'oz yo'lbosi bo'lib qoldi? Hoşucunmu yoki başka birisi mi? Bugün kim qog'oz chashqan bo'lib qoldi? Hoşucunmu yoki başka birisi mi? Bu yerda bir nopuz. Amerika Qo'shma Shtatlaridan iborat bu büyük devletning bir nopuz üstün nasi Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilib, Jungo degan zaminga bu tuproqqa zodi kim qaysi partiya? Demokratiya taraqqiyot partiyasimi? Qonunliq partiya degan so'zga javob bergandek ilingan bir qadam hozir Jungo tuprog'ini partiyani, qizil boshliq tugunaklarni hammasi sarosimga solib, biri-biriga toptani, biri-birini tillashadigan, biri-birini masxara qilishadigan, hatto Xo'shijinmi o'zining qaysi kunda qolganligini e'tirof qilishga majbur bo'ladigan shunday holga keldi. Bunimi qo'yib turaylik. Bugün bu yerda sizlarga ko'rsatadiganimiz hozir to'rbetga chiqqan xabarlar. Mana bir anglab o'tinglar avval. Nima deydi dengmi? Birinchi xabarda Jungo 68 aeroplan qatam, 13 harbiy parxod qatam Tayvanning atrofini parakanda qildi. Xalqliq paytlar 2022 yil 8 oyning 5-kuni YouTube. Ikkinchi xabar. Opet teridi. Beijing Amerikaning 3-qo'l rahbarini embargo qilmoqchi bo'ldi. Amerika ham Jungo siyosiy byuro a'zolarini embargo qilishi kerak. 8 oyning 5-kuni YouTube Zhang Xinji, Huang Shizong xalqliq paytlarniki obzorchisi nima dedi? Tayvan xalqi allaqachon ro'yxatdan tayyorlik qilib qo'ydi. Pul qaraydigan yillar. 8 oyning 5-kuni YouTube Xi Jinping darg'azabga keldi. Amerika bilan dialoglaşishni to'xtatdi. Urushga tayyorlik qilishga buyruq tushirdi. Xalqliq paytlar 8 oyning 5-kuni YouTube. Xi Jinping shu darajaga keldi yoki Jungo shu darajaga keldi deyli. Urush kim bilan? Amerika Qo'shma Shtatlari bilan. Zürüriyet nima Jungo'ga qapandilar? Masalan, zürüriyet nima? Hozirgi jahon, hozirgi zamon, hozirgi vaziyat kim aytib o'rnidan dast turib, bir davlatdan chiqib ketaman desa ixtiyori, ikkinchi bir davlatga grajdan bo'laman desa ixtiyori, bir millat yoki mustamlika holatdan qutulib, o'zimning davlatini asliga keltiraman desa ixtiyori. Ben zo'ravonlikqa qarshi turaman, ikkinchi bir millatning hukmronligini qabul qilmayman desa u ixtiyori. Jahonning vaziyati asli vaziyati mushu. Hozir jahon ham ilmiylikka, ham ma'rifatlik bir davrga kirib kelganda siz zo'ravonlik qilib, men sana hukmronlik qilaman Tayvan, men sana hukmronlik qilaman Uyg'uriston desa buni ko'tarmaydi jahon. Agar bunu ko'tarmasa, shuni takrorlamasan, uni urush demasan, urushni tarisi o'zang bola topsa boshqa gap yo'q. Hozir jahon masalan boshdan oxiri so'zlab kelyapmiz, Amerikaning tashqi siyosiy zo'ravonlikqa qarshi har qanday shakllik, mayli hukumat shakllik, mayli fuqaroviy shakllik zo'ravonlikqa qarshi turish. Sen bugün Tayvan'a urush açaman, Tayvan'a hukmronlik qilitim, o'qilitim, bo'qilitim. Bugün vaziyatni shu yerga ekkagan bo'lsang, apandi, bu faqat o'zingning zaruriyatini, o'zing zaruriyat deb hisoblagan narsani boshqalarga masalan Amerikadek, Avstraliyadek, Yaponiyadek demokratik davlatlarga tangmoqchi bo'lyapti. Tunugun atgan 2 parcha raketang nega berdi? 2 dona. 2 pay raketa. Yaponiyaning dengizdagi iqtisod rayoniga, maxsus iqtisod rayoniga berib tushgan gap. Balani teriding degan gap. Bir inkas qaytirish kerakda Yaponiya, bir nima deyish kerak. Hech qanday inkas qaytilmaganini diplomatik ravishda qattiq gap qilish kerak, bir nima deyish kerakda.
Lekin sen bu ish qilayotgan ishlar bilan nimani muqimlashtiryapsiz hozir Jungo Kompartiyasi? To'rt davlat ittifoqini endi Tinch okean rayonidagi 5 davlat ittifoqini endi Tinch okean rayonidagi anda Yevropada yetib kelgan Angliya, Germaniya qatorliq davlatlarning Yaponiya bilan bo'lgan ittifoqini, mushularning hammasini mushu davlatlar o'zining tirishchanligini hisob qilmaganda bularni kuchaytirayotgan kishi Jungo Kompartiyasi o'zi. Bir ma'noda vaziyatni jiddiylashtirayotgan partiya Jungo Kompartiyasi o'zi, boshqa odam emas. Fakat bunu ciddileştiriyoruz ya ki vaziyeti şu dereceye elip giriş kılıdığa işin yalanaç. Yalanaç degen ne sonra vallahi uruş. Hiç kim kabul kılmaydı. Başta ettik ona. Aksaray devlet bir hatarlık meselesi. Jack Sullivan dedi ki biz burayında Tayvan boğuzu da uruş partımazlığı mengü kapalet kılıç için tırışçallah görüstü vatımız. Uruş kılanmaysan bir yerinde var. Tünügün bir aeroplanı, bir Amerika'nın 7 aeroplanı. Tünügün Reagan, belgelik avamatkanın ismi yoktu. Bir gün Reagan, belgelik avamatkan sen aerovagan manüver kılmendeki rayınga tikilip, karap duruptu dep geldi. Ben başta ettim. Bunun içindeki en nazik bir cümle Amerika Koşmuş Ştatları Aksaray Jungo'nun Beijing'de duruyor, Washington'da turuştuk. Baş elçisi Çingang'ı çakırtıp agahlandırış verdi. Amerika Koşmuş Ştatları'nın devlet iştakatı var. Antony Blinken Kamboçya'da Şarkı Canubi Asya devletleri yığınında Jungo'nun Taşkı İşler Ministri Wang Yi'ga Tayvan meselesi boyunca agahlandırış verdi. Şunu Wang Yi çi diyalmıdı bolğayı vatandaş şu günü keşte berilediğin ziyafetine taşlap ziyafetke katnaşmay ziyafet zalıdan çıkıp git. Bu şundan iş. Dünyanın işi bu şundan iş. Yani siz bilen biz vaziyet dep düşünümüz. Endilikte erteki Tayvan'dan vaziyetini yani nime özgürlüş bulunur. Söz biz yakından dikkat kılımız vatandaş.